Janoza namozini o'qishlikni niyat qildim, imomga iqtido qildim. Allohu akbar. Zaruri shu, buni aytdik. Bundan keyin hamma namozda aytiladigan subhanakallohumma duosi aytiladi. Subhanakallohumma tugashiga Allohu akbar deb aytadi imom. Sizlar ham hammalang aytinglar. Hech kim aytmaydi. Allohu akbar deb aytganingizni o'zingiz qulog'ingizda eshiting. Undan keyin at-tahiyotudan keyingi ikkita salovat bor. Shu salovat aytiladi janozada. Allohumma solli ala, Allohumma barik ala aytiladi. Keyin yana Allohu akbar deb aytadi. Shu uchinchi farzi ketdi. Undan keyin janoza duosi deb mashhur bo'lgan duo bor. Allohumma g'fir li hayyina va mayyitina deb boshlanadi. Buni o'rgangunlaringcha Allohumma g'firli va li validayya hamma biladi shu duoni. Shuni aytasizlar.